umuman maktab ochish fikri qanaqa tug'ildi? Hamma narsa Apko akademiyasidagi ishimizdan boshlangan. Akademiyada biza yoshlarni, 11-sinf bitiruvchilarni buxgalteriya kasbiga tayyorlaganmiz, o'qitganmiz, kasbli qilganmiz va o'ziga o'zi investitsiya qilishni o'rgatganmiz. Va shu oqimda bitiruvchilar kelishadi, abituriyentlar kelishadi, birlamchi matematika, ingliz tili testini qilamiz va natijalar juda xafa qiladigan natijalarni ko'ramiz. Qanaqa qilib matematika bazasi yoki ingliz tili bazasi yetarsiz bo'lgan odamni har qanaqa kasbda qanaqa davom etishadi, qanaqa bizani kelajakka bunyod qilishadi degan savol meni qiynadi. O'sha savolga yo'q, fundamentni maktabdan boshlash kerak ekan. Ya'ni maktabni ochib, maktabdagi ta'limga isloh qilish yoki ta'limdagi o'zgarishlargina keyingi zinalarni, keyingi kasbi, keyingi kelajakka ta'minlab beradi degan narsa ixlos maktabiga asos solishimizga sabab bo'lgan.